Bexillik kesallikdir. Abdori Muhammed Yusuf. 4-ci qism. Berishga muvaffaq bo'lish Allohning in'omidir. Boshqalarga berish va beg'ishlash katta ne'mat bo'lib, Alloh taolo uni hamma odamga nisb qilmaydi. Shunga ba'zi odamlar qorundek boyligi bo'lsa-mu beg'ishlay olmaydi. Uyg'urlar azaldan mard, sehiy va fidokor millat bo'lib, ajdodlarimiz o'tmishlarda topqini oz bo'lsa-mu o'zi yemay, ichmay yig'ib, keyingilar uchun katta ishlarni qoldirib ketgan ekan. Buningdan 100 yillar burun Makka va Madinaga berish nisb bo'lgan Uyg'urlar topgan puliga vaqf binolarni ilib qo'ygan bo'lib, har bir yurtdan kelganlar Makka, Madina va Toif qatorliq shaharlarda o'z yurtlarining nomida vaqflarni ta'sis qilib qo'ygan ekan. Bu vaqflardan Uyg'urlarning yo'qsullarimi va boylarimi foydalandi. O'quvchilarmi ko'p bahramon bo'ldi. Ular ashu nomratlik, ashu yo'l azobi va ashu qiyinchilik ichida turib, keyingi avlodlarini o'ylab, Alloh yo'lida vaqflarni qoldirgan. Ammo hozirgi vaqtda burunqilardan necha ming hasi ko'p boylikqa ega bo'lgan, sharoitimi to'liq nurg'un kishilarga bundoq yaxshi ishlarni qilish nisb bo'lmadi. Men Saudiya Arabistonda turish jarayonimda do'stlarimdan birining vatandan hajga kelgan toshchilar, millionerlar, hatto milliarderlardan ba'zisi bilan ko'rishganligini va ularga millatimiz uchun biror yaxshi ish qo'yish taklifini berganligini va ularning ma'qul deb qo'yib qilmaganligini bilaman. Agar ular biror vaqf bino qilib yoki vatan uchun biror katta xizmat qilib qo'yayli desaydi, ularning boyligidan hech narsa kemaymaydi. Hatto ba'zilarining boyligiga nisbatan biror vaqf bino qilish daryodan birorchilik suv olgandekli ish edi. Lekin ular shunchalik ishni qilmadi. To'g'risi, Alloh taolo ularni o'zlarining bexilligi sababli bundoq yaxshi ishga muvaffaq qilmadi. Ammo Xitoy doiralari ularning boyligini pak-pakiz sug'urib oldi va ularni bo'lsa turmalarda, lagerlarda nobud qildi. Yana Makkada men vatandan tatib obdan biladigan ikki boy bor edi. Ularning birining farzandi yo'q, puli ko'p. Bekorlik tamoqni saqlab yeyish sababli to'li doktorxonada yetib qoladigan. O'ziga yoki boshqalarga biror tiyin chiqim qilishdan do'zaxdan qo'rqqandek qo'rqadigan boy edi. Yana biri oilasi vatanda qolgan bo'lib, farzandlarga qat'iy bermaydigan. Makkada olgan ayoliga bir nonning pulini berishga chidamaydigan. Hatto 1 riyalga bir non ilib kelib, ayoliga orqasini qilib o'ltirib, uning yermini atdiganda, yana yermini kechdi yeydigan, bekorlik tamoq izlab yuradigan boy edi. Men bularning ismlarini aytishni xolamadim. Har ikkilisi Makkadan bino olgan va shu binolarning kirosini yeb yotadi. Ularning ikkilisi xorliq va yolg'izlik ichida o'ldi. Oldinqisining jinozasi tushirilmay turib, uning Uyg'ur kepili iqomatini elib berib, uningga hukumat oldida kepil bo'lgan odam binosini ilib oldi. Ya'ni marhumning ayolini chiqarib etib, binoga qulub silib oldi va o'zining qilib oldi. Chunki hukumatning rasmiyatida bino kepilning nomida edi. Ikkinchisi o'lgan amon uning kepili Toifdan kirib, uning namozi o'qilishdan burun binoga qulub silib oldi. Biror yildan keyin uning o'g'li vatandan kelib, dadasining binosini qaytarib elish uchun mahkamaga arz sundi. Buni anglagan kepil soqchilarga pul berib, u balani o'ltirgan yeridan so'rab, hatto ko'nakchan elib ketib, bir 2 hafta so'lab qo'yib, vatanga yo'lga selvatdi.
Bu ikki boyga Makkadagi do'stlarimdan biri pul melidan vaqf qilib qo'yishini yoki vatanga foydali ishga atab qo'yishini aytganda ular unimagan edi. Bular men shahid bo'lgan tragediyalarning bir qismidir xolos. Alloh taolaning ular to'g'riliq kimiki bexillik qiladi ekan, bexillikning ziyni uning o'ziga bo'ladi degan. Oyatdagi bexillik pul mol sarf qilishga bexillik qilganlarni o'z ichiga olgandek, o'zining ilmiga va vaqtiga, hatto tabassumiga bexillik qilguvchilarning hammasini o'z ichiga oladi.